Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Efirda Mehriddin xabarlari podkasti. Bugun biz bilan O'zbekiston iqtisodiyoti uchun juda muhim bir hujjat, Prezidentning moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PK 282 sonli qarorini muhokama qilamiz. Assalomu alaykum Mehriddin. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Darhaqiqat bu qaror mamlakatimizdagi ko'plab korxonalar faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Suhbatimizni boshlashdan avval an'anaviy e'lonimizni aytib o'tsangiz. Albatta, eslatib o'tamiz, ushbu podkast sun'iy intellekt yordamida advokat va mediator Bo'ldaboyev Mehriddin Salohiddin o'g'li tomonidan tayyorlangan. Agar sizga malakali advokat yoki mediator xizmatlari kerak bo'lsa, +998 99 040 18 92 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat. Demak, keling asosiy masalaga o'tsak. Mehriddin, bu qarorning asosiy maqsadi nima? Oddiy so'zlar bilan tushuntirib bera olasizmi? Albatta. Qarorning bosh maqsadi O'zbekistondagi buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot tizimini xalqaro miqyosda qabul qilingan qoidalarga, ya'ni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga, qisqacha MXXS ga to'liq moslashtirish. Bu birinchi navbatda hisobotlarning shaffofligini oshiradi va xorijiy investorlar uchun mamlakatimiz jozibadorligini kuchaytiradi. Tushunarli. Demak, endi hisobotlarimizni butun dunyo tushunadigan tilga o'tkazyapmiz. Qarorda jamiyat ahamiyatiga ega tashkilotlar degan yangi tushuncha kiritilibdi. Bular qanday tashkilotlar? To'g'ri ta'kidladingiz. Bu qarorning eng muhim yangiliklaridan biri. Jamiyat ahamiyatiga ega tashkilotlar bu o'zining faoliyati yoki aktivlari hajmi tufayli iqtisodiyot va jamiyat uchun yuqori ahamiyatga ega bo'lgan yirik korxonalar. Masalan, yirik banklar, sug'urta kompaniyalari, yirik ishlab chiqarish korxonalari kiradi. Endi ularning moliyaviy hisobotlari, auditi va boshqaruviga alohida yanada qat'iy talablar qo'yiladi. Bu talablar qachondan kuchga kiradi? Ular uchun qandaydir muddatlar belgilanganmi? Ha, aniq muddatlar bor. Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Markaziy bank har yili 1-iyulga qadar shunday tashkilotlar ro'yxatini, ya'ni reyestrni shakllantiradi. Reyestrga kiritilgan tashkilot keyingi yilning 1-yanvardan boshlab MXXS asosida buxgalteriya hisobini yuritishni boshlashi shart va undan keyingi yil yakuniga ko'ra to'liq MXXS asosidagi moliyaviy hisobotini auditorlik xulosasi bilan birga e'lon qilish kerak bo'ladi. Bu juda katta o'zgarish. Albatta, bu jarayon malakali mutaxassislarni talab qiladi. Qarorda buxgalterlar va auditorlarni qo'llab-quvvatlash haqida gap bormi? Albatta. Bu ham bir muhim jihat. Qarorga ko'ra 2026-yildan 2028-yilgacha bo'lgan davrda buxgalterlarning xalqaro sertifikatlash imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirgan fuqarolarning ro'yxatdan o'tish va imtihon topshirish xarajatlari davlat byudjetidan qoplab beriladi. Bu mutaxassislar uchun ajoyib motivatsiya va katta imkoniyat. Bu haqiqatan ham ajoyib yangilik. Demak, davlat nafaqat talab qo'yyapti, balki shu talablarni bajarish uchun sharoit ham yaratyapti. Suhbatimizni yakunida xulosa qilsak, tinglovchilarimiz nimalarni yodda saqlashlari kerak? Xulosa qilib aytganda, 3 ta asosiy narsani eslab qolish kerak. Birinchidan, O'zbekiston moliyaviy hisobotlarda to'liq xalqaro standartlarga o'tmoqda. Ikkinchidan, yirik korxonalarga endi MXXS ga o'tish majburiyati yuklatildi. Uchinchidan, davlat bu o'tish jarayonida mutaxassislarni qo'llab-quvvatlaydi va ularning xarajatlarini qoplab beradi. Katta rahmat mazmunli suhbat uchun. O'ylaymanki, tinglovchilarimiz uchun bu qarorning asosiy jihatlarini ochib bera oldik. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana bir bor eslatib o'tamiz, podkastimiz sun'iy intellekt yordamida advokat va mediator Bo'ldaboyev Mehriddin Salohiddin o'g'li tomonidan tayyorlangan. Huquqiy masalalar bo'yicha yordam kerak bo'lsa, +998 99 040 18 92 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.